O'zbek shou-biznesi olamining taniqli vakili Munisa Rizayeva haqida hozirgina xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Munisa Rizayeva qachon konsert beradi va uning rejalari qanday? So'nggi paytlarda muxlislarini eng ko'p qiziqtirgan savollardan biri Munisa Rizayeva qachon konserti bilan sahnaga qaytadi? Xonanda bu savolga ochiq va samimiy javob berdi. Uning aytishicha, hozircha barcha e'tiborini farzandiga qaratgan. Menda kichkina farzandim bor. Hozir uni juda kam vaqt ajratyapman. Shu sababli sal kattaroq bo'lib olsin, keyin sahnaga qaytaman, deydi xonanda. Munisa Rizayevaning so'zlariga ko'ra, agar hammasi reja bo'yicha ketsa, 2026-yilda konsert bo'lishi mumkin. Eng qizig'i, u buni katta shou sifatida emas, balki faqat bir kunlik va Humo Arena sahnasiga o'tkazishini rejalashtirdi. Xudo xohlasa 2026-yil ko'ramiz, lekin konsert Humoda bo'ladi, faqat bir kun deya yakunladi xonanda. Qisqasi, muxlislar sabr qiladi, ammo qaytish shov-shuvli bo'lishi aniq, deyiladi xabarda.